Endi aka oshna o'zini xususiy, to'g'rimi? O'zini mulki-yu. Xohlaganda olib tashsa, xohlaganda bo'ladi aka. Endi davlat ham faqat to'g'risini aytganda, qo'polga olganda pul ishlash olib qoldi, maqsad. Joy qilib bergan yo'q aka. Stenkamiz yo'q. Hozir ko'pchilik o'sha avtoshoh bekat qilib berish bo'yicha, ya'ni o'sha kanechka. Stenkamiz yo'q aka. Mana shu yerda turamiz. Men tayyor go'shtimiz keladi, shu yerda yozadi ketadi. Qancha necha marta yozdirdingiz misol uchun? Bir oyda bir marta yozdirasizmi? 41 hozir 45 marta yozdirganman aka. Ko'rsatib bersam hayron qolasiz aka. 45 marta aynan nima uchun? Mana shu To'xtash turish. To'xtab turish. Olasangiz ko'rsatib beraman aka. Masdan keyin ochib bersa nimadir deysiz aka. Zo'r bo'lardi aka. Pulini berib kirib chiqardik aka. Bo'ldi aka. Rahmat aka. Sog' bo'ling. Charchamaylik. Ha, o'zim mashinammi? Nimaga anaqa xohlasam yechaman, xohlamasam yechmayman. Yo'q, qonun tomonlama bu noto'g'ri bu. noto'g'ri. Nechta noto'g'ri? O'zingizni mashinangiz qanaqa qilib yecha olmaysiz? Misol narsa olib ketaman, to'g'rimi? Uyga narsa ko'rpacha ortaman. To'g'risida, sabzi ortarman, kartoshka ortarman. Nega yecha olmayman? Uyimga olib ketaman. Stanka bo'yicha joy qilib berishsin. Mayli pulli bo'lsa ham qilib berishsin. Hozir qiynalyapsizlarmi? Nega qiynalmaymiz? Hozir kelsa yozadimi? Ha? Yozadi. Nechta yozadi? Yozadi, 1-400 turibdi. Nechta yozadi? To'xtash mumkinmi? Mumkin emas. Necha marta jarima to'ladingiz? Joy. To'xtab turish. Birinchidan 3-4 marta. 3 ta jarima bor ana. Ko'rsatib beradi. Aynan to'xtab turish. Ya bu yerda o'zida 10 ta kamida. Mana qarang. Ha, bunda sani o tepagacha nechta bor? Mana. O tepagacha boradi. Unda keling. Bunday ko'ring ana. Ha, tepagacha. Mana bu yoqda. Mana bu yoqda. Bu yerdan kelguncha 3 ta. To'g'risimi? Xalqni ko'rsa o'sha narsani. Eshitadimi o'zi? Eshitadi, nima eshitmaydi aka? Biz qarshimizda. Sabab? Sabab uncha yuk chiqib qolishi mumkin qishloqdan chiqayotganda kimda nima deb keladi. Ya'ni o'sha tirikchiliginglar asosan Damas bilan bog'liq. Damas bilan bog'liq, to'g'rimi? O'sha qishloqdagi odamlar ham yukini shunday olib kelish kerak. Qanaqa olib keladi? Shtrafnoga tiqib qo'ysa yo boshqa qilsa. Doimiy faoliyat olib borasizmi shu yerda? Doimiy faoliyat olib boramiz. Hozir ko'p Damaschilar aka, o'sha avtoshoh bekat yo'ligi, Stanka yo'ligidan bizga hozir murojaat qilyapti. Umuman avtoshoh bekatimiz yo'q. Sharoitlar yo'q. Mana mana bu ochib bersa yaxshi bo'ladi. A'lo bo'ladi. Agar ochib bersa a'lo bo'ladi. Necha marta jarimaga tortildingiz? Baga to'xtaganimizga gayi kelsa oldiga tushib qochamiz. Shunaqa hayotimiz. Sijeniya bo'yicha qanaqa fikringiz? Sizga aytdim, sizni ham olib tashish qiyin men uchun. Hurmatli kuzatuvchilar, yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi transport vositalari egalarining yana bir iltimosi mana hozir o'sha ko'prik atrofida mana bunaqa joylar mavjud. Mana shunaqa joylarga o'sha yo'lovchilarni chiqarib yoki uchun bir kanechka deymiz, biz xalq tilida kanechka, ya'ni bekatlar qilib bersa yaxshi bo'lar degan takliflarni bildirishdi. Mas'ullarimizdan ushbu holatga ham bir o'ylab ko'rishlarini iltimos qilgan bo'lar edik. Shuncha joy. Mana shu yerda bor, siydik joy bo'lib ketdi-da. O'sha yerda joy qilib berganda, mana shu toza turardi mostdagi, taksi qilardik shu. Mana shu yerda masalan hali qilinmadi, masalan shuncha joy taksi qilsa bo'ladi shu yerda. Kechqurun ham shu yerdamisizlar? Kechqurun ham shu. Chiroqli yonyaptimi yo'qmi? Yonadi. Yonadimi hozir? Ya unaqa effektivni yonmaydi. Bu asosan naryoqdan yorilib yoqishi. Bu asosan bu yoqqa emas, yo'lga qaratilganda u. O'shani hisobi. Ya'ni mana shu yerda ham bir Hatto yoritib ko'rgan odamingiz tanimaysiz. To'g'ri. Yo'q, men 2 marta olib chiqdim-da o'sha aynan chiroqli masalasi bo'yicha mana qop-qorong'i bo'lar ekan, kechqurun. To'g'ri bo'lmasa ekan. Yo'q, unaqa effektivni yonmaydi. Yarki yonmaydi. Hop, mana shunaqa joylarni senka qilish tarafdorimizmi? Nechnaga hozir masalan qarang, odam yig'amiz. Ketamiz ko'prikning narigi boshiga mashinani qo'yamiz. Stanka bor. 1 kilometr havoshida yugurib borasiz, olib kelasiz. Agar bu yoqqa qo'yadigan bo'lsangiz, серьезный qiladi, plus. Qo'l qo'ydingiz sirasi telefonda. Necha marta jarima yozdingiz? Men hali yozdirmadim. Lekin og'aylar bitta grafiti yuramiz. Aka 1-2 kundalab yozdirgan joylari bor. Damas haydaysizlarmi, nima haydaysizlar? Yo'q, yengil mashina. Kutish kerak bizga. Mayli, aka, sog' bo'ling. Senga beringlar-da bizga, biz tirikchilikdan odammiz bu yerda. Taksiga chiqyapmiz, gayi keladi. Har kuni Damas yozadi. faqat o'zimiz o'ylab emas. Bitta bag'rimga yozib qo'ying, jonim. Ishlarni rivojini bersin. Rahmat aka. Rahmat. Faqat o'zimiz o'ylab emas. Odamlar bozorda sumkalar bilan chiqyapti. Futsitiga bora olmaydi. Bitak naryod uzoq bo'ladi. O'shaning uchun iloji boricha mana shu yerdan bizga bitta faqat o'zimiz o'ylab emas. Imkonlaring bo'lsa, mana shu yerda Bo'ka Piskent Oqqo'rg'on borda. O'shani mana shu yerdan bir joy qilib beringlar. Nima gayilar topganimiz gayiga beryapmiz.
keladimi Etanos keladi, PPS keladi, boshqa keladi, rasmga oladi, boshqa nima keragi bo'ladi o'zi. Hozir mana qarab Moshinani nariga qo'yib, joyidan kiren chiqib, qo'ldan yetilib olib ketamiz shu qilib. Damaslar fikri biz Sideniyani misol uchun sumka bilan keladi, qop bilan chiqadi, boshqa bilan chiqadi. Majburmiz yig'ib qo'yib ustiga ortib ketsin. Yo'q, yig'ib qo'yilganligi bo'yicha jarima yo'q hech qanaqa aka. Olib tashlaganligi bo'yicha qayta jihod sifatida baholanyapti. Misolda sizga misol uchun avtobuslar yuribdi-da, mol tashlayapti. To'g'rimi? 37 ta o'rindiqda olib tashlab mol tashlayapti. Odam tirikchilik uchun majbur bo'ladi yig'ishtirishga. Tirikchilik uchun. Biz ham misol uchun aytda kuxinniy polka deydi, divan deydi, boshqa deydi. Chaqiradi, zakazga kelamiz, majbur yechib kelamiz. Qo'lga tushsak, shtrafini to'layapmiz. Nima? Ana shu. Shaxsiy nimasi bu inson. Haqqi yo'q o'zini mashinasi sidenasini yechib yurish. Siz aytgan narsani YouTube'da ko'rdim, Samarqand viloyatida bo'ldi o'sha narsa. Qanaqadir moddalarni gapirib tashladi, shtrafni uyga olib kirdi u mashina. Haqiqatan ham ko'rdim o'sha. Bitta odamni mana shu yerdan olib ketadi, qo'l meva olib ketadi, olma, anor, balaybatlar olib ketadi. O'shalar sidenani uyida yechib olib qoladi. Damasni uyiga qo'yib qo'ymaydi. Klientini uyiga yechib qo'yib, mana kelamiz, yuk ortib ketamiz. Keyin yana joyiga qo'yib ketamiz. Sidenani. Rahmat aka. O'sha sog' bo'linglar. Nima qiyinchilik tug'diryapti ostanovka masalasi bo'yicha? Keyinchalik boshqa yengil mashinalar agar qilmasa, qolgani hammasi yaxshi. Hozir bu sizlar shoh bekatinglarmi endi hisob? Yo'q, shoh bekatimiz Boshliqqa bor. Qayerda? Qo'yliq dehqon bozori. Sharoit bormi? Ha, u yoqda yengil mashina kirmaydi u yoqqa. Sharoit bor-a u yoqda. Ha, xaridor odamimiz bor. Kirgizmaysizlar. Yo'q, kirgizmaydi, shlagbaum bor-ku, odam turadi shlagbaum. Shlagbaum ochiladi, avtobus kiradi, yana shlagbaum. Xo'p, o'rtada qancha turasiz bu yerda hozir? Bu yoqda 1-3 mingdan 68 ketdimi? 68 orqasidan 3-4 ming interval qilib yuraman. Grafikingiz shumi aka? Grafikingiz bo'yicha shu. Ha, grafik. Assalomu alaykum. Aslida charchalar nazorat tizimli axborot vositasida doimiy qatnaysiz. Qanchadan beri qatnaysiz shu yerda? 5 yil bo'ldi. 5 yil mana shu yo'lda bo'ldi. Bekat bo'yicha asosiy muammolar nimada? Bekat yo'liga qiynaydi odam. Qiynaydi? Ha. Shoh bekatinglar sizlar o'zi qayerdan qayergacha nechiz bor? Birinchi massivdan Kola zavodgacha. Ha, birinchi massivda shoh bekat bormi? Birinchi massivdan ha, bor. Yana qayerga dedingiz? Kola zavod? Kola zavod u yoqda umuman yo'q. Yo'qda yo'q, ha? Yo'q. Sharoit bormi? Yo'q. Sharoit Ovqatlanishga yo'q. faqat shu birinchi massivda Ha, birinchi ovqatlanasiz, massiv. to'g'rimi? Xo'p, yana nima muammolar bor? Avtobus haydovchilarida. Muammo qaysi anaqa yo'l. Qaysi Shu yo'l? yomon bizani yo'limiz. Hozir ham Kola zavodni yo'lini Ha, aytyapsiz, ha, to'g'rimi? Ana A punktdan B punktgacha necha kilometr? Yurasizmi? 8,5 kilometr. Qancha to'xtaysiz bu yerda? Syomka qilasiz. Yo'q, haydavering. Bas bilan tushib olib qolaveraman yo'lda-da. Asosiy yo'l muammoydi. Ha, yo'l shu yomon. Changib ketadi. Necha kilometr dedingiz? Intervalni? Interval 10 minut, 15 minut. A punktdan B punktgacha borishchi. 20 minut. Olinglar vaqtida berilyaptimi? Ha, xudoga shukr. Planni yo'l bo'lishidan xabaringiz bormi? Plan yo'q bo'lsa ham yaxshi bo'ladi. Hozir planinglar bormi? Ha. Qancha to'laysiz plan? Men 680 ming to'layman. 680 ming to'laysiz. Chiqyaptimi? Chiqadi, xudoga shukr. Chiqmasa Chiqmasa bo'yingga. qarzga ilib qo'yadi. Ha. To'g'rimi? Yelkangizdagi qarz bo'lib qoladi-da. Shunaqa. Bir tomonga 8 kilometrdan oshadi. 8 kilometrdan oshadi. Nechta reys qilasiz? 30 ta reys qilaman. 30 ta reys qilasiz. Qiyin emasmi? Yo, ko'pincha esda chiqib qoladi. Yo'q, nechta qotganingiz? Ha. GPS'imiz bor, Mehroj degan, o'shandan so'rab olamiz. Oyligingiz qanaqa chiqyapti? Yaxshi. Oylik yaxshi. Yaxshi, oldinga qaraganda yaxshi. yaxshi. Xudoga shukr, yaxshi. Ertalab probkada qancha qolib ketyapsiz?
Mana Hozir- devetkadan chapga burildingiz, qo'yliq tomonga. Ha. Burilganingizdan keyin o'rtacha mana mana shu joygacha kelishni vaqtingiz qancha? Devetkadan mashinagacha endi zatorga tushib qolsak, rasmga olib tashlab yuboramiz, gruppalarga aktga beradi. Yaxshi. Qancha vaqtda kelasiz? Mana masjidgacha devetkadan. Ertalab. Ertalabmi? Aha. Ertalab shu 10-15 minutga kechikkan. Shu yerdami? Xo'p bo'ladi. Yaqinda Hadoya qildirgan. Buzilib turadimi o'zi yerda? Buzilib turibdimi avtobuslar? Ha, buzilib turib, 3 kun chiqolmay qolib ketdim. Chiqolmaganingizga oylik yoziladimi? Endi remont soat yozib beradi, ha. Remont soat yozib beradi.